Tut. O, zo'r video chiqib qoldi yarim soatlik yana bitta ko'rib oling. Ayyo, ishga chiqishim kerak. Hozir turaman ishga chiqaman. Ayyo, ko'rgim ham kelyapti-yu, charchab ketdim. Bu ishdan ishga ham chiqim kelmayapti. Mayli, bo'shatib yuborishim mumkin do'stlarmi? Hammaga salom, men otim Kompot. Yangi joyimga yashayapsizlar. Do'stlar, mana qaranglar. Bitta zo'r video topib oldim. Men ko'rgim kelyapti. Konsertiga yana ozgincha o'tirgim kelyapti. Lekin ishga chiqishim kerak. Meni bo'shatib yuborishim mumkin. O'sha kechyapman men ishga. Ob-havo ham zo'r, mana qaranglar, bog'lar ham o'sib ketgan, chiqqim kelmayapti umuman. Juda ham charchab ketganman bu ishdan. Juda ham ko'p ishlayapman hozir. Вообще ko'p ishim bor. Bitta ham ish qilmaganman. Shuning uchun ishga chiqishim kerak do'stlar. Nima qilishni ham bilmayapman. Kapchur vashi qo'rqim kelib ketyapti. Bunaqa issiqqina uyimda ko'chaga chiqmasdan, lekin ishga chiqishim kerak. Ishga chiqmasam bo'lmaydi. Bitta narsa o'ylab topdim. Balkim o'zimga men yordamchi olsamchi. Zo'r bo'lardi lekin yordamchi olsam. Men dushanba kuni ishlardim, u qolgan kunlar ishlardi. Hazillashdim. Bir kun u ishlardi, bir kun men ishlardim. Mayli, orzu qilishgan. Nima qishloqi? Salom. Nima bog'im nimani qopda o'ynayapsan? Deb men mana Kompot prosta o'ynab turibman. Qishloqqa boshqa joyda o'ynagin, hozir men ish qilishim kerak bo'ldi. Endi top bordi, hozir futbol o'ynashim kerak edi-yu. Nimaga vashi zerikarli bo'ladi? Nimaga senga zerikarli bo'ladi? Hamma qishloqli ishda. Nimaga sen ishlamassan? Meni bo'shatib yuborishdi. Nimaga bo'shatib yuborishdi seni? Qishloqqa bo'ldimi? Tozalab bo'ldingmi? Hududi. Nima qilyapsan qishloqqa? Ama bu yerda sho'rva qilaman. Sho'rva chesam, zo'r sho'rva qilaman. Bu to'qishdan ketadigan sho'rva qilaman, qaragan. Suqatda olamiz endi, qishloqqa nima qilyapsan? Nebotga sho'rva qilasan? Hamma qishloqqa ketadi endi. San bo'shading. Shunaqa bo'ldi xullas Kompot. Rostdan ham suv qolmaydi, ne sho'rva qilasan u yerda? Hamma qishloqqa ketadigan sho'rva qilyapti. Qozonga prosta kichkina qozon. Yana esimda bor, sen adashmasam, anaqalarni tuzatarding, tomlarni tuzatarding, o'sma bo'ldi. Kompot o'tirib bo'shadim. Xullas tak bo'laman. Mana shu mixi qilaman. Voy! Nima bo'ldi? Nima bo'ldi yana? Qishloqqa nima qilding? Nima deyapsan qishloqqa? Qanaqa qilib sen tomni portlatib yuborgan bo'lishing mumkin? Xullas mix qilyotgandim, qanaqadir g'alati suvlar chiqib qoldi, o'shani kesayotgandim, shunaqa portlab ketgan tom. Endi вообще zerikaman, lekin menga izolotlar kerak judayam hozir. Nima deyapsan? Izolotlar kerak? Xohlasin, yo'q, to'xtab tur qishloqqa. Men ish qilib olishim kerak, to'xtinglarchi, balkim men bilan yordamchi bo'lib ishlayman. Yo'q, qishloqqa yordamchi bo'la olmaysan. Bunaqa ishlardan keyin menga umuman yordam bera olmaysan, faqat zarar keltiradi. Iltimos, Kompot, bitta ishlab ko'rasan ishlashimni. Yo'q, qishloqqa ishlamay qolgansan, eslab qoldim nima qilishingsan, faqat zarar yetadi sendan. O'zim ishlay qolay undan ko'ra. Qara, tomni qanaqa qilsam portlatib yuborgan bo'lishim mumkin. Sho'rva qilgansan, hudud tozalash o'rniga nima bu endi qishloqqa? Iltimos, endi men haqiqiy dehqonman, men bilaman dehqonlikni, u prosta ishlash bilmaslikdan ustalaydi. Mana Kompot men qurib yubordim, qarang, chiroyli chiqdi, zo'r chiqdi, o'syapti endi. Qishloqqa mayli yordamchi bo'lib turasan menga. Ura Kompot, menga narsalar bergan, yana narsalar quraman. Men olisanga sabzi, bug'doy narsalar, keyin oyoqqa qurasan. To'xta, men yeri butun hamma yog'ini to'ldirasan. Bo'ldi, Kompot, qochib turgan, hozir yaxshi qilib beraman, chiroyli qilib beraman senga. Bo'pti qishloqqa, davay. Voy do'stlar, bekor oldimda olman deyish shu qishloqning ishimga. Kompot, bo'ldi, mana qaragin, o'sishini qaragin, tez o'syapti. Nima? Tushunmadim. Qanaqa qilib bunaqa tez o'syapti qishloqqa? Bunaqa bo'lishi mumkin emas-ku. Muomala o'sdi, sabzi, kartoshka, bug'doylar qanaqa qilib bunaqa tez o'sadi? 2 haftada o'sadi-yu, anaqa qilgandan keyin qo'ygandan keyin bo'ladi. Kompot, shunaqa sirim bor debadi. Ishga olasan meni? Bo'ldi, ishga olaman seni. Voy, qishloqqa nomingiz zo'rsan, oqsan professionalkansan sen. Endi bo'lsanga, men odamlardan zo'rda, zo'r ishlaydi. Voy, qishloqqa yaxshi bo'lmasa bitta yeb ko'rlik, kartoshkalarni ham tez qildim. Buni degan professional hisobladim. Hidi yaxshi, mazasi ham. Qornim. Nima bu qishloqning qornim og'rib qoldi. Mana shu odamlardan qildim deyman. Nima? Qanaqa? Nima kislota yatku bu? Nima bu qishloqqa? Shunaqa meva tez o'sadi sabzavotlar endi. Kompot. Nima kislota bilan ham qiladimi yat bilan? Nima qilsan? Olib tashlab o'zing kartoshkani tozalash kerak endi yerlarimni.
Shuning uchun qornim og'rigan ekanda boshqa ishga olgan sani. Iltimos, bitta imkoniyat bergin, boshqa unaqaga tashlab yuboraman bu narsani. O'z saharlab qo'yding-ku mani qishloqim. Iltimos, bitta imkoniyat bergin yana. Mayli, oxirgi imkoniyat beraman. Qara lekin. Bo'pti, yerlarni tozalaymi? Yo'q, o'zim tozalayman yerlarni. Senga keyin ish toptiraman. Qara, mashti bog'larni hammasini olib, keyin qurasan mana yoqqa. Matiga ol, narsalar, sabzavotlar ol. Emamizni hammasini yig'ib, olib keyin o'zing qurasan, tushundingmi? Daminchi ko'mish? Shunaqa bo'ladi-da ko'bish. Davay qurgin. Bo'ldi, kompot bo'lsa ishlarni qilib turmas, chiroyli qilaman hammasini. Davay, senga ishonmayman, lekin umid qilaman yaxshi qilishingga. Va endi yerlarni ham alishtirishim kerak, suvlarni ham alishtirishim kerak bu qishloqdan. Ana bo'ldi. Yerlarni ham alishtirdim, suvlarni ham alishtirdim. Hech qanaqa zaharli narsalar qolmadi. Zaharli narsa ham qo'shadimi sabzavotga? Namchi tez qishloq bo'ldimi? Nima? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bizda qishloqda unaqa katta bog' yo'q edi, hammasi kichkina edi. Qishloqga ko'zim artorichi qishloqqa topshirdim u ishni. Ne kattalashtirdi bu? Nima qishloqim? Nima bu? Ey, nima qilyapsan bu qishloqqa? Mana qaragin, olgan bittaga, matiga umuman kerak emas endi. Menda mashina bor. Nimaga mashina? Qanaqa nima deyapsan? O'zi nima qilasan? Nima qo'rqitsan? Kompot, xullas bittadan hammasini yig'ib olaman bu narsalarni. Anaqa oyog'im bilan bosma narsalarimni. Nimaga bu yerda kombayn olib kelding? Qayerdan olding? Olgan joyimda o'zi yo'q. Qani mani kombaynim? Nimadir oz eshitilaman. Yo'q, kompot, zo'r narsa o'ylab topdimmi? Qara, bog'ni kattalashtirib, endi bu mashinaga o'tirib, hamma narsalarni bittaga yig'ib olaman. Namunchibami o'tkir, qara lekin ehtiyot bo'lgin, haydashni bilasanmi o'zi? Voy, men hamma narsani bilaman. Kompot, hozir chiroyli qilib hammasini haydab beraman. Chiroyli qilib yig'ib olaman hozir senga. Ishingni osonlashtiraman, rahmat deysanmi? Yaxshi o'ylab topsan, lekin qishloqqa, lekin bilsa haydashi zo'r. Hozir o'rganib olaman. Mana mablag' bosaman. Bo'ldi, zavod bo'ldi. Bo'ldi, qishloq yaxshi. Mana bitta knopka bor ekan, bosaman. Yo'q, kompot qoch. Qishloq nima qolsan? U yo'q. Kompot qoch. Kasalxona. Ay boshim, yomon o'tdi boshim. Bo'ldi, turdingizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi his qilyapsizmi? Kompot, uzr. Hozir ham qishloqni bitta o'rgim kelyapti. Kompot, boqasan zarar olgani yo'q. Qara, men ham shtonim yirtilib ketdi. Sideniyasida mix bor ekan, o'shanga tegib ketdi. Nima deyapsan qishloqqa? Nima deyapsan? Mani qaragin, boshim yomon o'ryapti. Yana siz omadli ekansiz. Unaqa yomonroq bo'lishi mumkin endi yana. Doktor, men qishloqni bitta urmoqchiman. Nima bu qishloqim? Men kompot haydashni bilmas ekanman, lekin kompot uzr so'rayman sendan kattakon. Men bilan qaragin qishloqqa uzr so'rayman deysanmi yana? Uyatishing kerak. Men bilan qaragin narsalarimni boshim yomon bo'lib ketgan вообще. Bo'ldi, yana bir oy yotib tursangiz hammasi yaxshi bo'lib keladi. Nima? Bir oy? Men seni o'rniga ishlarda bo'lib turaman. Kompot xavotir olmagan faqat, xo'p? Yo'q, men merga qo'yaman, professional dehqonadi. Sen umuman ishga olish kerak emas. Endi men izbrutsiz qolib ketamanmi? Ammo Oy, как раз bizga doktor aytmayapti, xudo xohlasangiz bizani malinsamizda doktor bo'lib turing. Nima doktor? Конечно, bo'ldi. Men doktor bo'lishni bilaman. Ishga tushirdim o'sha. Bo'ldi, ishga tushiring, boshlasangiz bo'ladi ishni. Bo'pti, rahmat doktor, men ketdim keyin ishxonasiga. Nima bu? Yo'q, men tuzalib ketdim. Uzr doktor, men ketdimmi? Nima bu qishloqqa agar mashina kasalxonada shifokor bo'lsa, qarab tursin lekin menga. Obbo, bunaqa bolnitsa menga umuman kerak emas. O'zim qishlog'imni davolab olaman. Eznali qachon tugadim, mana ana bo'ldi. Chiqib ketaman endi bu yerdan. Kerak emas hech qanaqa menga kasalxona. Nima? Ramanka, bu nima qilasiz bu yerda? Qani ukol qilib qo'yingchi sizga. Siz kasalsiz hali. Nima deyapsan? Qishloqqa hech qanaqa ukol kerak emas. Menga uyga borishim kerak. Seni shifokor umuman menga kerak emas. Nima deyapsiz? Men ishga tushdim. Ukol berib keling. Nima qolsan qishloqqa? Yo'q.
Yomon o'tdi hamma yog'im endi. Nima qilganing bu qishloqqa vo'nmi bo'ldi manga? Kaput, man oddiygina ukol qilib qo'ydim-ku, shifokorman endi man. Qani sizni ko'raychi? Yaqinroq keling-chi. Allergiya-yu bu nima bu? Qanaqa ukol qildingiz? Testga tekshirdingizmi allergiya testiga? Qanaqa yana test allergiyasiga? Oddiy test tekshirish kerak, allergiyasi bormi yo'qmi ukolga? Bo'pti, man ketdim. Uzr, man boshqa ish olmayman. Nima bu doktor? Nega uni ishga olasiz shifokor? Man qayerdanmi aytdi o'zi. Obbo, endi men mana shu yerda yotishim kerakmi? Sizni endi allergiyani ham tuzatishimiz kerak. Bo'pti, endi mana shu yerda yotaveraman. Qishloqqa ketgan bo'lsa yaxshi bu yerdan. Hammaga xayr do'stlar, like bosish, obunalashdan chiqmasin. Hammaga xayr, endi men tuzalishim kerak.